Şunlaşka Uygur dili, uluk dil, klasik dil. Nemişke desem ben bunun bir misal keltirip bereyim. Hazır klasik edebiyatta Kızıl Ravaklık söz, Su boyda degan ikki eser olgan. Bunu necha yillar burun Uyg'urchaga tarjima qilgan bo'ldi. Shuning bizning maktabda hanzo o'qituvchilar Uyg'urcha o'rgangan bir umr Uyg'ur tili kasb bilan o'tgan olimlar bor. Keyin ular deydi, bu da ma'lum deb xo'shsin. Biz hansocha qizilroq tushni jiq ko'rgan Uyg'urlar tarjima qilamiz dedi. Uyg'ur tilining qurbi yetamini deb qo'rqqan. Tarjima qilingandan keyin Uyg'urcha hansochini selishtirsak, Uyg'urcha hansochining ustun bo'lib ketibdi. Til degan fasohat. Bek fasohatga.